Birinchi odam yana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Shu. Qaysi tomonga aka? Eshariga aka. Eshariga? Eshariga. Bo'ldi chiqing aka. Aka, nech pul beraman? 20 ming bering aka bo'ladi. 15 ga ketyapmiz. 15. Chiqing aka bo'pti aka. 15 olsa 15 ta. Gazda yo'q-da, benzinlarda ichak oshib qoldi-da. Ha, endi 15 ga borib kelayotgandik aka. Ashunga. Ha aka. Bo'pti. Kam xolam hamisha xolam deydi. Barakasini bersin. Barakasini bersin aka. Bu qo'llar boshqalardan. Charchamayapsizmi? Rahmat aka, asta edasiz. Ha, ozgina ishlar bor edi. Aylanib kelaylik. Nima gaplar, nima yangiliklar endi aka olamda? Olamlar tinch, o'zimiz olamimiz bilan yuribmiz biz ham. Nima ish qilasiz aka? Ha, biz hunar ko'p. Ular ko'p-deng? Hunar ko'p. Ustachilik asosan отдел ishlari, remont ishlari shunaqa. Abdelka deng, Abdelka. Yaxshi aka. Ustachilik eng haligi halol kasblardan biri ustachilik deydi-yu, pulni halol oladi ustalar. Shunaqa hunar. Hunar ortidan hunar. Xo'sh, aka, boshqa qo'shimcha hunarlar yo'qmi? Faqat ustachilikmi? Endi hunar deyiladimi, hunar deyilmaydimi? She'r yozib turaman har zamonda. Shunaqa. Shoirman-deng. Har zaman yozib turamiz. Shoirman desam bo'lmaydi, havaskor shoir. Havaskor. Havaskor shoir har zamonda. O'to'larlar deydimi? Alisher Navoiy avlodidan-deng. Shunaqa. Alisher Navoiy avlodlaridan. Bormi she'rlardan bo'lsa bir eshitaylik olmasam aka haligi. She'rlar yo ijolat olmaydigan bo'lsangiz aka, ishqilib 20 berib tushga to'ring demaysizmi? Yo'q, agar zo'rlardan bo'lsa bir eshitaylik aka. She'rlar ham bo'lsa kerak. Hozir yodlaganim. Yodlaganlaringizdan o'xshating endi aka. Do'stlar haqida bormi degan hozir. Xo'p, bunda aytib beraman, faqat urvormiz. Yo'q aka. Uzoqrada turib aytaman. Boshingga sinov tushsa qochishar, sirlarim birma-bir tinmay ochishar, qovog'in o'yib zahrin sochishar, cho'ntakda agar puling bo'lmasa, har kuni yo'qlab kelganlar qani, sen zo'rsan do'st deganlar qani, eslamay qo'yishar hech kimsa meni, cho'ntakda agar puling bo'lmasa. Hozir aytib qo'yardim. Ha, yo'q aka, zo'r haqiqatda shoir ekansiz. Men sizni hali aldayapti deb o'yladim. Yo'q. Shunaqa yozib turaman. O'zingiz yozgansiz. Ha, o'zim yozaman. Malades aka. Bir dona so'z ham olmayman, gapingizni bo'ldim. Bir dona so'z birovdan olmayman. Bir ayol aytadi, o'zing yozasanmi? Haligi g'ashiz keladi-da, o'zingizni oshnalaringiz, o'zingizni yaqinlaringiz ishonmaydi. Endi xudoga shukr o'zim yozaman. Endi ishonadimi, ishonmaydimi? Do'stlar haqida, lekin zo'r she'r ekan haqiqatda. Ta'sirli. Qizlar haqida yo'qmi aka? Qizlar haqida ham, ishonmaganlar haqida yozganim bor-da. Ishonmaganlar. Eshitaylik aka olmasam bir. Xo'p, yozsam she'rlar qotadi ensa, tuhmatlari yog'lar qani tinsa, tushunmaydi meni birorta kimsa, gaplaringdan kuyib, yonib ozaman, do'stim, she'rlarimni o'zim yozaman. Jonimga ham tegdi tuhmatning toshi, ishonmaydi menga qariyu yoshi, omon bo'lsa bo'ldi bu aziz boshi, hayolan har kuni reja tuzaman, do'stim, she'rlarimni o'zim yozaman. Ishonmaganlarga yozganman. Endi shunda ham ishonmasa bilmadim men. Qo'ying aka. She'rdagi haqiqatda she'rda o'zingiz yozsiz, malades aka, siz katta shoir bo'lib ketasiz bu ketishda aka. Xudo xolos harakat qilyapmiz. Hozircha o'zim yozaman. O'zimdan muxlis o'zim. O'zim yozaman. Ha, shunaqa. Zo'r aka. Qizlar haqida ham bitta eshitaylik olmasam aka. Qizlar haqida kenningiz borda, nima ularki? Eshitib qolsa, mabodo. Kenni ham endi jayinda borman. Jayinda borman, ha? Bekitib qo'yilgan she'rlardanmi u? Bekitib qo'yilgan she'rlardan. Ha, bir o'xshatib oling endi. Qulog'iga yetib bormasa, aytib beraman, bo'pti. Qulog'iga yetib bormaydi aka. Qizlar haqida bor. Qizlar haqida hozir istashim kerak ekan-da. Xo'p, hozir. O'z gazlar zerikib qolmayapsizmi? Qiynab qo'ymayaptimi? Yo'q, gaz yo'q aka, gaz. Yo'q, gaz qiynaydi. Yo'q, gaz qiynaydi aka, bezada u. Qizlar haqida bor. 10 ta qizga yozganman, uni ozgina o'qib beraman. Vaqt ham nima deydi?
borguncha boshingizni qatirib yuboraman-da. Ha bo'ldi aka. Ozgina o'qib beraman. Yoqqan joyda o'qivering aka. 10 ta qizga yozganim bor endi, o'sha boshini o'qimasdan kerakligini o'qib beraman. Xo'p. Zarina qiz mehribon. Uni doim sizlayman. Agar bir kun yo'q bo'lsa, qidiraman, izlayman. Zulfiyaga besh ketdim, ro'mol o'rar boshiga, o'smalari yarashgan, bu tutashgan qoshiga. Durdona ham sodda emas, yuragimni tirnaydi. Uni chindan sevmayman, afsus buni bilmaydi. Nigora qiz boshladi, daryo bo'lib toshmadi, meni jonim gruppada Telegramdan oshmadi. Irodaga aytdim men. She'r o'qiyotganda telefon qilib qoladiganlar bor-da. Endi ilhom ham qochib ketadi. Yo'q aka, maladeslar aka. Yo endi qolganini o'qimay qo'yavering. Endi hali vaqt u ash borgunga boshingiz olib ketadi, shuning uchun bo'ladi shu menimcha. Aka siz ana artistlar qo'shiq so'raydi-yu, hali she'r so'raydi-yu. Ha. Shunaqa odamlarga, artistlarga aloqaga chiqmaysizmi aka? Men she'rim bor. Qo'shiq qilib aytsanglar deb chiqmaysizmi aloqaga aka? Instagramdan yozib turardim. Shunaqa haligi yozsangiz yozmaydi, nimaga vaqti yo'qmi? Haligi javob yozganda ko'rmaydimi? Endi men ularga ham yozmay qo'ydim, bo'ldi. Qo'limni ko'tardim, yozmayman. Yaxshi harakat qilib yozavering. Xudo xolasa o'xshab qolar, lekin men ularga yozib zerikdim. Chunki yo she'rim yaxshi emas. Unaqa desangiz, ular hali u SMS ochib ham ko'rgan yo'q-da. Endi harakat qilaveraychi, xudo xolasa bo'lib qoladi. Faqat yaxshiroq yozsam o'xshab qolar. Siz aka, hali bunday talant aka, menimcha qizlarga ham rosa yoqsa kerak, menimcha, meni fikrim endi hali shoir odamlar hali qizlarda hali qizlarda ajali deydi-yu. Erkalar bor. Unaqa hozir. Qizlarda ajali oladi-yu. Yo, qizlarga yoqadi menimcha, hali shoir bolalar, she'r yozadiganlar, hali romantik bo'ladi deydi-yu. Qo'shiq aytadiganlar degan. Ha, qo'shiqdan ham bormi aka? Qo'shiqqa qanaqa? Qo'shiq ham aytib turaman endi, haligi qo'shiqda endi baribir unisiga qiziqib turaman. Ozodbekda eshitib turardim. Xo'p, ana kim bor? Shu hozirgilarda eshitamiz, iloji yo'q endi. Qo'shiqdan ham bir bo'lsa eshitaylik aka. Qo'shiq ham jonli baribir jonli aka. Agar qo'shiqda ham o'xshatadigan bo'lsangiz aka, siz bu ketishda aka yaxshi hali kelajakda hali kelajagingiz porloq deydi. Haligi nimaga o'xshab aytib beraymi? Haligi nima bor u hozir? O'zimizda Andijonda Shohrux bor u, o'g'li. Aha. Aytadi-yu Janoni. Shunaqa aytib beraymi? Yo'q, unda azoblamay aka. Shohrux o'zi azoblagan aytadi. Shohrux aka. Aytib ko'raymi hozirroq? Aha, bir ayting aka, bir eshitib mazza qilib ketaylik aka. Shu zerikmasa bo'ldi-da. Aytaveraman, men dadam so'kam. Bir eshitaylik o'rni aka. Qo'shiq kim aytib bersam ekan endi. Qo'shiqlar ham ko'p, hozirgi qo'shiqlar. Ozodbekdan aytib bersam. Zaylim sado bergan izlaring qayda? Oromim berkingan ko'zlaring qayda? Yuragim olovda, qo'llarim mayda. Sog'indim senchi yor, etasan hech. Aytdim jazo'rmas qo'shiqqa. Yo'q, yaxshi aka, lekin zo'r chiqdi aka, malades, ama shoirlikda ham o'xshatdingiz aka, вообще. Dahshat aka, siz yo katta shoir bo'lishingiz kerak, yo o'z she'r yozib, yo bir san'atkor bo'lishingiz kerak menimcha aka. Yo bo'lmasa rasta kesinglar. Yo'q, yaxshi aka. Aka, sizga bitta gap aytaman endi aka, nima deydi? Urishmasangiz bo'ldi endi aka, lekin. Nima deyapsiz hozir? Aka, xullas YouTube, Instagramda kanalim bor aka, yangi blogerman. Xo'p. Shunga yashirin kamerada video bo'layotadi aka. Unaqa deymi? Shunga aka, endi rozi bo'lasiz endi videolaringizga aka. Siz ham yo'l keraga rozi bo'lasiz-da. Yo'q aka, yo'l Kamera qayerda bor endi? Aka, mana kameramiz o'g'li ko'ryapsizmi? Kichkina
kuyni. Ha, bo'ldi. Ha. Endi televizorda chiqaman. Ya televizorda emas, Instagram bilan YouTube'da chiqasiz aka. Yo'q, qo'ymang buni, yo'q, qo'ymang. Hozir nimadirlar deb tashladim, keyin hali qizlar haqida she'r o'qidim. Uyga kirish bor. Ya men chiqsam men jo'nilab qo'yaverasiz endi. Yo, nomeringizni olaman bo'lmasa. Aka, xudo xolasa endi yangi blogerman aka. Instagramingiz bormi sizni? Instagram bor, ha, bor. Instagramingiz bo'lsa aka, mana shu videongizni Instagramga ham qisqacha joyini qo'yib, kollaboratsiya qilib qo'yaman aka sizga. Muxlislaringiz ko'payib qolsa ajoyib emas aka. Hozir 6 tami bor. Qandashlardan, obunachilar deb. 6 talik. Xudo xolasa ko'payib ketadi, kollaboratsiya qilib ulab qo'ysam. Aka, videolarga rozimisiz aka? Endi o'zingizdan sizga tashlayman aka, birinchi videoni tashlayman, ko'rasiz. Yo'qsa qo'ying desangiz qo'yaman, bo'lmasa qo'ymayman aka. Hali gaplarchi orada bir har xil gaplar, she'rlar. Montajda o'xshatib yuboramiz aka ularni olsam aka. Bijir bo'lib. Ovozga bijir bo'lib qo'yamiz deydi. Yo, mayli qo'yavering. Erkak kishimiz anaqa uyatadigan narsalar bo'lgani yo'q. Ha, endi aka. Shu yo'l kira bermayman. 20 ming ketdi. 20 ming yo'q. Azashibdan yo'l kira beriladi. Do'stlar, kameraga oxirgi gaplaringizni buni aytib qo'ying aka, bo'lmasam xudo xolasa. Bu nima ham deymiz? Bu musofirda yurganlar ko'rayotgan bo'lsa, doim sog' bo'lsin, yaxshi yursin, zo'r yursin, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Xudo xolasa biz ham, men ham yaqinda ketaman musofirga. Alloh kuch-quvvat bersin aka. Shu nima deyman? Endi kuchayib keting, zo'r bloger bo'lib keting. SMS yozganda javob yozib turing. Biz ham kuchayib ketaylik. Kimgadir kim sabab. Aka, men xudo xolasa siz Instagramingizni aka rivojlanishiga men ishonaman aka. Kelajakda buyuk shoir bo'lib ketsiz aka. Mashhur bolani birinchi videolarim mashhur bolani mashinasida bo'lgan deb eslab qo'ysangiz bo'ldi aka. Ilohim, shunaqa kunlar bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, opa-singillar, aka-ukalar. Hamisha layklarni bosib, qo'llab kommentariyalar